Assalomu alaykum ahli YouTube aynalar. Qandaysizlar? Zo'rsizlarmi? Salomatlik zo'rman. Gulistonning Azniyobod qishlog'ida yana ikkita mashina sotiladi ekan. Bunisi Astraji, Hejibek, bunisi Starkis. Buning dokumenti bir yilga tamom bo'libdi, o'tinlari bor ekan. Buning dokumenti 100% ekan. Hozir mashinani bir qadar ko'rsatib chiqamiz. Buning motori 1.4 ekan. 1.4 seb ekan. Buning motori 1.4 seb ekan. Korobka mexanik, ikkita elektropaket. Короче, yili 2006 ekan. Sostanisi zo'r ekan bularning. Sostanisi yaxshi ekan xiyla. Balonlarga kelsak, balonlari ham bar 80% dan bardi. Keyin buna Starkisga keladigan bo'lsak, Starkis dokument полностью 100 dedi. Balonlari, короче, bar 70% dan. Buni olib tolka taksi uraslarda aynalar. Shunday mashina ekan, bular mexanik. To'g'ri. Короче. Shunday mashina ekan-day. Buni sal mo'yka qilishga sal shashildiqda aynalar. 8 kishilik Starkis ekan. Chiriklari yo'q ekan. Toza. Bu 2000-yil ekan. Gод выпуска. Aslar qay o'zining jo'lda jirgan mashinalari bor ekan. Yekovga ham, короче, bitta nomer qo'yamiz. Короче, yekovga ham qaysini olaman desangizlar, короче, chiqib savdo qilasizlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Shanlar zamon bo'lsin. Like bosib, podelиться qilib qo'yish eslardan chiqmasinlar. Aynalar, buning narxi keladigan bo'lsa, buning narxi 40 ming so'm deydi. Yana normal nomerasi bor. Mashina naqadi. Короче, jiratda dokument 100%. Короче, buning narxi keladigan bo'lsa 57 ming deydi. Buning 1 yillik dokumenti tamom bo'libdi. Bir yillik dokument qilasizlar, tolka gazini boshlashadi. Buning yili 2006 ekan. Motor 1.6. 1.4 ekan, 1.4. Az motorni ham bir ko'rsatdim. 1.4 seb. 1.6 deb yurdi. 1.4 seb. Naqadi. 1.4 seb ekan, naqadi. Janlar zamon bo'lsin, like bosib, podelиться qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ne deymiz? Mashina olaman degan insonlarga jibertib qo'yinglar.